Assalomu alaykum, ekran oldidagi qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum, hurmatli Ruqiya xonim. Muajiratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur choyxonasi suhbat programmamizga qimmatli vaqtingizni chiqarib, navbatdagi dunyoning siyosiy vaziyati to'g'risidagi keng Uyg'ur jamoatiga qisqa tushuncha berish va tizdan o'zgarayotgan dunyoning siyosiy vaziyati davrida Uyg'ur xalqining har vaqt sagak oldi turib, dunyoning bu xil siyosiy vaziyati ostida Uyg'ur millatining mustaqilligini qo'lga keltirishda Uyg'urlarning bu vaziyatdan foydalanib o'z mustaqilligini qo'lga keltirishda foydali siyosiy yo'llarni izlashning muhimligini bildirish bilan birga Uyg'urlarga dunyoning navbatdagi jiddiy siyosiy vaziyati to'g'risida ushur berish maqsadida Uyg'ur choyxonasi suhbatimizga ishtirok qilganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ekranimizga xush keldingiz. Xush bulduk, sizga rahmat aytaman. Rahmat. Unda o'qasa savolga kim bevosita kiritaylik. Sizlar bugungi suhbat programmamizniki temasi Kanadadagi siyosiy davolg'osh. Kanada rostilla Amerikaning 51-chi shtati bo'lamdi. Birinchi savol. Bultur ya'ni 2024-yil 12 oyning 24-kuni Amerikaning yangidan prezident saylangan prezidenti Donald Trump o'zining Haqiqat nomli ijtimoiy tarqatquchida rejissura bayramini tabriklash bilan birga Kanadaning Amerikaning 51-chi shtati qilish haqidagi bayonotini e'lon qilgandan keyin dunyoda kuchli bir diqqat qo'zg'adi. Buning tuyuqsiz o'ttirib qo'yilishniki siyosiy orqa ko'rinish qanday? Bu haqda Kanadadagi siyosiy analizchilar nima deydi? Xo'sh, hamsi ekran sizda. U Trump'ninki bu degani cho'qim Kanadani yoki bir askariy kuchlar yoki mushtaq qaytib olaman, biz Amerikaning bir qismi bo'lib ketganlar deb mundaq biraylik. Qaytib olish, ya'ni qaytib olish bir davlatni bir davlat qaytib olish degan tajovuzchilik bilan bo'ldi-ku, bu tuproq deganda mundaq og'inolmaydi. Undaq bir niyatda deyilgan gap emas. Yoki u chaqchaq bilan deb qo'yilgan gap emas. Ba'zi odamlar deydi, Kanadadagi ba'zi analizchilar bu Trump'ninki nim degan nufqunmaydi, bir kun bir yangi gap bo'ldi, ba'zi narsalarni chaqchaqdaglar jiddiy emas gaplarni qildi. Lekin biz jiddiy olamiz, nimishki biz bunday deydi deb ilqib Kanadadagi siyosatchilar buni hammasi Kanada xalqiga qarshi chiqdi bu gapiga. Ammo Trumpning bu deyishidagi u chaqchaqmi emas, unda jiddiy qilmagan, mundaqla o'ynab deb qo'ygan bir gapmi emas, mencha. U Kanadadagi va boshqa yerdagi siyosatchilarni shunday analiz qiladi. Bu iqtisodiy masala. Bu Trump o'zi hammasi shunday analiz qiladi. Trump o'zi savdogarlik, yer mulk tijoratini qiladigan odam bo'lgandan bu shunga Kanadadagi iqtisodiy bisim berish uchun sen bundan qilmasang, Kanada bo'ldi bizning 51-chi shtat bo'lib ketsin deb mushu ma'noda degan gap bu deb hammasi analiz qiladi. Chunki hozir bu Kanadaninki chegara masalasi bor. Xitoy fentanil degan zaharlik chekimlikni Kanada orqali shu nimaga yo'tkazadi-chu, Amerikaga, Meksikadan yo'tkazadi. Shu buni Trumpning bunda deyishga asli maqsadi u Kanadani qaytib olish emas, Xitoyni cheklash. Chunki Xitoyninki mollarini Kanada jiq olyotdi. Amerikanikini ham oladi, ammo Xitoynikini ham yeyotdi. Lekin bu chegarani sen yaxshi kontrol qilmading. Shu Kanada orqali shundaylik zaharli chekimliklar bizga kirib ketdi deb Kanadaga qilgan bir besimchi bu. Sen buni kontrol qilmasang, bo'ldi men Kanadani qaytib olmayapman, 25% dedi, 25% boj qo'yma dedi. Sen bizga eksport qiladigan molga 25% boj qo'yma dedi. Chunki bu Kanada 77% yani 80% malni shu Amerikaga eksport qildi-chu. Xitoyga eksport qiladigan, Xitoyni 2-o'rinda turdi desak, Amerikadan qolsa, masalan, 2-o'rinda turmasligi mumkin. Xitoyga eksport qiladigan meli bek az 30 billionmiki ashta. Hamda Xitoydan kiradigan 90 billionda. Lekin uning Kanada bilan Amerika o'rtasidagi selishtirib olmaydi, chunki Kanada Amerikaga degan 770 billion dollardan jiqroq mal eksport qildi. U degan rasmiy 80% eksporti shu Amerikaga da shu. Asosan iqtisodiy va harbiy jihatdan Amerikaga tayinliq. Undan keyin bu Amerikaning Kanadaga eksport qilgan meli 350 billion dollar bu deyman.
o'ttirdagi farq 200 ming dollardan chiqar, 200 billion dollardan chiqar. Shuningga bu Amerika deydi, sen shunda jixmilingni bizga satsan, biz unda jixmalni sana satmaymiz. Shunda turib chegarani yaxshi kontrol qilmading, Xitoyning meli kirkit bordi deb. Mencha bu asosli maqsad shu qetib bilishma emas, asos jihatni aytganda ashta deb savdo orqali Kanadaga besim qilib, boj qo'yma, unda qilma, bunda qilma deb shu Xitoyni cheklash amaliyoti. Chunki Kanadaga ma Xitoyniki shpionlarımı vardı. Lekin uning ustiga bu Justin Trudeau burun Xitoyning ekonomik jihatda, iqtisodiy jihatda biz model qilsak bo'ldi degan bir gaplarni debdi ekanchu. Xitoy bilan buni munosabati yaqin bo'lgandan keyin bu Trumpningki asosiy bunda deyishidagi sabab bu rostilla qetib bilish emas. Shu qattiq besim qilib Kanadaga. Bo'lmasa mamilangni olmayman, mancha persen boj qo'yma deb. 25% boj qo'ysa, bu ikki yil tarafga bekchiq ziyon bo'ldi. Kanada xalqigami, nimagami, Amerikaning xalqigami pek besim bo'ldi bu bojchu. Shuning boshda degan deb o'yladim. Hamda nima uchun Kanada bosh ministri to'di istifa berdi bo'lsa, uniki istifa berishi xalqning besimidimi yoki boshqa siyosiy partiyalarning besimidimi? Hem xalqning besimidan, hem konservativlar partiyasining besimidan. Chunki bu Trudeau chiqqandan beri iqtisod pek tushib ketdi. Anadan keyin Trumpmi buningga besim qilganki, mana qarama, biz qo'shnimizmi bizni ko'zga ilmadi debchi. Ashta deb bu bojdan 25% boj olamiz dedi. Hozir iqtisod shunda tushib ketdi Kanadada. Uyning bahosini bekchiq o'rlab ketdi. Uning ustiga bu Trudeau yilg'ilqi ko'chmanni bekchiq ko'paytiryapti emasmi? Mushu 1-2 yil ichida oladigan ko'chmanning soni 2 million ekanchu. Bu ashta qancha jiq olsam o'sha emgak kuchi orqali iqtisodni yaxshilayman deb bu amaliyotda ko'chman siyosatini bek keng qo'yib, bekchiq ko'chman olib ketgan keyin xalqning buningga qarshiligi bek kuchli. Bu Kanadada bekchiq ko'chman ko'payib ketdi. Shuni uy bahosi o'rlab ketdi debchi. Uy bahosi bek tez o'rlab ketdi. Ijorimi bek qimmat bo'lib ketdi. Shuni burungi Kanada 1-2-3 yil ichida beklam o'zgarib ketdi. O'xshamaydigan bo'lib qoldi bu. Shundan Kanada emas boshqa yerda bo'lib qoldi bu. Shuningga xalqning besimi bor, ankin konservativlar partiyasining besimi bor. Endi u konservativlar partiyasimi ular besim qilgankin bu Justin Trudeau majbur bo'ldi chunki bu buningki iqtisodga mas'ul ministrimi buni istifa berdi-chu, sen Trumpga qattiq yaqinmiding, 25% boj qo'yma desa, sen buningga bir endi chiqib bir gaplarni aytdi, endi istifa berib bo'lgandan degan gaplar oqmaydi. Sen buningga bir to'g'ri shaklda javob berolmading deb. Chunki bu bojni qo'ysa, masalan bundachi, bu Trump o'zining shu masalan Kanada bu nimaga Amerikaga 70-80% malını satdı emasmi? 80%dek. Şu aşının asas bu neft var, o neft deyil, ishlab chiqarilmagan raw neftdan da, şu ishlab chiqarilgan, nimqilmagan, suyuqlikqa aylantirilmagan gaz, şu nima deymiz, ravni boshda chiqarilgan vaqtini ishlab Xam neft almagan, xam ashyoni bekchiq satadi-chu neftni, neft bilan gazni asosan Amerikaga Bikağıdagidekle berdi Kanadaçı. 80% tushirib bahasını. İşte tüven bahada berdi. Onu Amerika suyuqlandırıb Xitayga yemiga satıdı, Avropaga satıdı. Amcıq Avropaga satıdı. Hazır Rus bilan urush almagan keyin Amerika amcıq aşı gazını apırdı. Endi eğer bu kompaniyalarga, şirketlarga onu kema alyuminyum bilan polatnimi bekchiq satıdı Kanada. Endi bu Kanada o'zidan chiqqan polatdan bekara Kanada o Amerika o polatni satgani bilan asosan Xitoydan bekchiq oldi polatni. Xitoydan ilib on Amerikaga satıdı uchun. Shuningdek bu Amerika bu Xitoyning mollarini o polat, masalan polat bizning bo'rtalardan bekchiq ketgan. Bayning'in Mongol oblastimi, ashadan chiqadigan bir cho'ng zavod bor ekan. Asosan shu bizning shu Sharq Turkistondan polat bekchiq chiqitgan. U yerda qulluq hamga ishildi. Endi Amerika qulluq hamga ishildidiganga aloqador mallarning hammasini Xitoydan kirdigan hammasini cheklayapti-chu hozir. Bu cheklasa Kanada unda mallarni eli bir bardi Xitoydan uni cheklamadi Kanada. Ankin uni masalan polatni Amerikaga sotadi olib. Endi hozir mushta mallarni, anodagi neftni, boshqa mallarga 25% boj qo'ysa, Trump bu yerda
O 25% bajni Trump özünün şirketlerine muş malını aldığan şirketi koygan diken, o şirketler bu malının bahasını östürdiğen gap. Biz devletke 25% baj төлeymiz, onda ağan ki biz cık faydalanmaymiz. Şu malının bahasını çürpe deydi de Kanada'ga. O Kanada teximi çürpelse Amerika'ga. Biz hiç kanda faydalanmaymiz da, vaqti ziyanlı xalq tatıdı bizning ekonomiyi teximi çürpütüdü. Onun için bu eğer malını apqa şunu bilan almaydı da bu Amerika için. Amasa şu biz hoşunumuzga yaqin setish eng atliq bo'lgan, ya'ni satamsak ne satamiz, boshqa yerlarga setishga to'g'ri keldi. Bizning iqtisodiy ta'sir bo'ldi. Lekin bu Amerikaning shirkatlarimi biz ziyon tortib ketdik, 25% davlatga boj o'taymizga deb malning bahosini o'rlitib, agar Kanadadan olgan taqdirdami, xalqqa qimmat sotadi, shu Amerikadagi mal bahosini o'rlab ketadi, Kanadadan olgan mal. Bu Justin Trudeau bunga yaxshi javob berolmadi. Shuningga xalqning bunun pek açıq ki başqa konservativ partiyalarning pek açıq gapni qo'yadi. Hozir ma Pierre Poilievre degan chiqishi mumkin bu konservativlar partiyasiniki. Bu da sen Amerikani birinchi o'rin qo'ysang, men Amerikani birinchi o'rin qo'yma deydi. U Elon Muskniki pek yaqin do'sti shu Pierre Poilievre. Fransuz shu chiqsa, endi bu deydi men malni va sen neftni deydi. Neftni Amerikaga unda qilib boj qo'yman desa, sen mening mollarimga boj qo'yman desam, men sana ondan neftni sana bikağı beryapmiz, 80% tushirib beryapmiz bahasini. Sana bermey, özem ishlab chiqarib, özem sataman, özem ham neftni, ham gazni suyuqlantirib, Yevropaga boshqa yerga özem sataman. Undan keyin ashta ishlab chiqarilgan zavodlarni özem qurmamış Kanadani ichida davatib, bizning unda qilgan yerimiz yo'q. Endi ashta zavodlarni qursa, ashta degandiki Amerika ishini qilinmamdi degan gapmi chiqmaydi, chunki unda desa balkim Trump qo'pib, unda men seni qo'g'dimayman deyish mumkin. Chunki bizning faqat askarimiz yo'q-ku. Zapas askardan 30 mingdakli bor. Bunda aktiv darhol bir urush bo'lib qolsa chiqara oladigan zapas emas askar aran 60 ming edi. Ham u askarmi bu Kanadan qo'g'daydigan askarlarimiz nada turdi desangiz, NATOda 20 UN'niki, BDT'niki tinchlik qismlarida shunday yordam qildi Kanada. Onun için bu Kanada'nınki kimin bunda nimo fakat deniz rayonundaki şehirlerde neçtal harbiy kemalar var. Bek nimesi az. Onun için Greenland var o. Kanada'nın şimaldaki. Şu yerdeki Greenland arkalıklar Rus birden lam kırdı. Amerika'nın bunanki radardan müdafaa kılış nimesi mi? Şu Amerika tayindu Kanada'nınki. Aşı Greenland'da, aşağıda Kanada'nın şimalda şu Antarktika'nı şu Amerika qo'g'dab bermasa, Amerika bilan birga şu yerda qo'g'daydi da Kanadachi o'ziniki butun radar müdafaa va bomba atadigan. Aşağıdan agar Xitoy bilan Rus hozir Antarktikadagi boyliqni, Greenlanddagi boyliqni olaman deb aşağıga kiriklik zaten Xitoy Antarktikada yerlab bayroqlarini tiklab bo'ldi Rusmi shu. Undan keyin Amerika buni ko'radi da bu yerda naytijiq boyliq chiqdi. Antarktika hozir muzlar erib açıdan bulavitibdi o yerlarni. Undan keyin bu boyliqni Xitoy bilan Rus egallab ketgandek deb u yerda Amerika askarlarini turg'izib Kanada bilan birga qo'g'dag'li. Endi u yerda agar Amerika qo'g'dimayman desa, Kanadaga shimoldan Rus hujum qilsa birdamda evoldi-ku. O Pierre men nimamni bermayman degani bilan men o'ylayman de u Pierre deydi sen bosh qo'ysang, men mollarimni sana sotmay o'zim ishlab chiqarib o'zim sotaman desa, Trump yana bir kun uxlab qoplam o'qib unda men seni qo'g'dimayman deb bunda deyishim mumkin endi. Lekin unda qilmaydi chunki Rusninki unda biz baribir Amerikaning qo'shnisichu. Rus bilan Xitoyning Amerika o'zining biqiniga kelishini Amerika xohlamaydi. Endi unda qo'g'dimaymanmi demaydi. Bizni qo'g'dashga majbur Amerika. Biz malimizni sotmaymiz desakmi unda askariy kuchlar bizga kirib olmaydi. Lekin seni qo'g'digandan keyin, men qo'g'digan bo'lgandan keyin unda men seni qitib olay desa bular qarshi chiqadi shu. Undami oson emas menimcha. Endi hozir siz nimangiz dedingiz, burungi bosh ministr istifa bergandan keyin yangi bir konservativ partiyasidan ismi nima? Ismi tez qolmadi ismi. Pierre Poilievre. Bu qaysi partiyadan? O todo o qaysi partiyadan? Ma nimasiniki? Todo o liberal partiyaniki. Partiyaga hozir partiya o'tmaslikka ideologiyasini o'xshamaslik haqida ozroq tushuntirib beramiz? Endi mundaqlam zag'irtildilamday konservativlar partiyasi ular dinchilar masalan, nima deymiz, dinchilar emas, hamda diniy ideologiyasi chingaroq. Onun hükümet karşısında nem kıldıqlar mı? Hükümet karşıda. Onun için ular undaqılıqı ayollar ballarını ağzı vəsi bo'layverdi.
Mao nimalar bekçi qilib minoritilarga minority degani mundaq geylar to'y qildigan bunda ishlarga ular biza qattiqchu. Liberallarning uningga bek erkin. Hammadan o'zi xohlaganini qilsin deydi. Konservativlar partiyasiniki diniy axloq o'lchimi bilan ish qildi bularchu. O'ziniki xristian diniy axloq o'lchimi biza kuchli. U partiyistik odamlarning asosligi jiqi shuyligi. Nimdaymiz qimmat ko'z qarshi bek unda desam ham dindor odamlar emas ham deychu, lekin nimdaymiz nurg'un ishlarda Mao Amerikaning jumhuriyatchilari bilan o'xshab ketdi aslida. An'anaviy qimmat oldin qo'rg'onga qo'ydigan ishlar. Liberallar hamda bular bek erkin, hamma narsada bek o'zining ixtiyori deb. Unkin masalan, shu liberallar degan nimalarni qo'llaydi, geylarning to'y qilishi, maktablarda geylarga dars o'tish, bularning hammasini qo'llaydi-chu. Shu kichik bolalarga sen o'zingning qiz o'g'illigini desang bo'lmaydi deb ota-onalarga o'zi qaror bersin deydigan ashta narsalarni mushlar chiqargan. Uningga konservativlar partiyasi qarshi chiqib, necha qitim qonunga shu imzolarni to'plab boshqa qilgan xalqdir. Bu Kanadada qurgan qancha siyosiy partiya va Kanada siyosiy partiyalar? NDP bor, NDP degan nima Workers ishchilar partiyasi-chu. Ularning unchalar bek kuchi yo'q. Lekin bu nima Green Party bor, Green Party degan Yeşillar partiyasi u bek ojiz. Boshqa temir ketib boramdiq qanda. Endi yana birisi men bundan so'rashimdagi maqsad endi Kanadada fransuz tili bilan ingliz tili ikki til qo'llaniladi. Uni Quebec'larning partiyasi bor unutqapman. Ikki nima inglizlarniki nimasi bilan fransuzlarniki qaysiniki kuchliroq hozirgi keyin qadamda boshqa hisob qilishga adamniki u fransuz nimasidan dedingiz shtaqo? Ya Justinmi fransuz, Quebec'da shu tarafda tug'ilgan. Asosan hukumat ichida fransuzlarning xeyli kuchi bor. Chunki fransuz tili davlat tilining ikkinchi davlat tili qilib ishlatildi-chu. Ikki yil tang ishlatildi inglizcha va fransuzcha. Qaysiniki ta'sir nimasida kuchliroq mashallah qimmat qarashlari nimasida fransuzlar inglizlarning nimasida? Amdi Mao fransuzlar Quebec'lar partiyasi ular asosan shu Quebec'ga markazlashgan. Endi boshqa rayonlarda bekchiq ko'chman bor, Ontario boshqa o'lkalarda inglizlarning ta'siri kuchli, bu yerda fransuzcha ishlatilmaydi boshqa Quebec'dan boshqa yerda-chu asosan xalqning ichida. Faqat hukumatda ishlatildi. Hukumat o'rinlarida ishlasangiz cho'qim ikki til bilsa deydi. Bo'lmasa bekchiq fransuz uchun jihnim qilib qo'yib olmaydi. Ammo shu Quebec o'zida Quebec ayrim bir davlatdek lamularchi. Masalan, Shanghayda konsullari bor ularning burun. Defense'dan boshqa qo'g'dash, trade degan boshqa nimalardan boshqa jihatda hammasi bek Quebec'ninki nimasi deymiz o'z oldiga bir davlatdek butun huquqlari bor. Masalan, o'zining boyligidan o'z foydalanish hamma huquqlari bor ularninki. Hech qanday bir nima emas. Shu Kanadaliklar bilan o'xshash huquqdan bahramand bo'ldi-chu Quebec. Hech qanday ism yo'q. Unda bo'lsa yana bir savol. Kanadada hamda Xitoyning ta'siri ham kuchli deb anglaymizda hamda. Nurg'un necha millionlagan Xitoy bor ekan, u bu yerda Kanadaning siyosatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi deb. İşte bu Kanadada hamda Xitoyning ta'siri kuchlikmi, Amerikaning ta'siri kuchlikmi? Albatta Amerikaning ta'siri kuchli bo'ldi, chunki biz birinchidan jo'grafiyalik jihatda qo'shni. Amerikaga pasportni ko'rsatib, masalan, mashina haydab kirib chiqib tura olamiz. Amerika bilan Kanadaning shaharlarini selishtirsangizmi, mana bir ko'rinish jihatdan boshqa bir davlatga kelib qolganda his qilmaysiz-ku. Asosan o'xshaydi, hamma nimasi, tili butun narsa o'xshab ketadi. Undan keyin bu Kanadaninki nima? Masalan, obaymi dedim, 80% eksporti shu Amerikaga sotadi malni. Undan keyin qancha masalan 700-800 billion dollardek mal sotadi-chu Amerikaga yiliga 2023dagi statistikalar mashtada. Andan keyin bu Amerikadan oladigan malmi Xitoynikidan chiq. Xitoy qanchalik sotadi Amerika Kanada? 30 billion ara. Bir qancha 2.3%mi 3%mi aşınçılık. U Amerika satadigan meli degan 80%. Ankin Amerikadan oladig'inimi jiq Xitoyga selishtirganda 300 necha ming billion dollardan chiqaraqdan. Ma bu Xitoydan oladig'ini hamdi, sotadiganidan chiqib ketibdi hozir. 90 billion. 30 billionni satsa, oladig'ini 90 billion, o'ttirdagi farq 50 necha billion, 58 billion.
60 milyon bulamda, aşta buladı da, Xitaydan jiq ilip onunğa az setyaptı. Lekin Amerikaga selishtirganda o Xitaydan algan meli bilan satgan meli hech narsa emas. Onun üstüge biz Xitayga askeri jihatdan beqinmaymiz. Bizim butunlay shu Amerika qo'g'daydi. Abay dedim bu askeri yo'q tuzak Kanadada. U Xitoy bizni bir qo'g'dab bergan emas. Jug'rofiylik jihatdan mijroq. Am qanday ta'sir bo'ladi deganda Xitoy shu chashqandek ishpiyonlarni kirgizib, shu siyosatchilarni setib olib, yanchiqqa pul selib shu siyosatchilarni lobbichilik, xuddi Isroiliya Amerikada lobbichilik va kuchli bo'lgandek, Xitoyning va Kanadadagi shu siyosatchilarni setib olgan lobbichiligi bek kuchli. Ammo buningami qarshi turib ichib qilyotdi, lekin Mao hozirgi liberal partiya Xitoydan buni dadisimi yaqinti Justin bu o'zimi yaqin bo'lg'ashqa bu unda qattiq muomala qilmadi Xitoy uchun. Chunki bu Xitoylar bek adab ketdi. Hattoki Foreign Registry Act, masalan chet elliklar bir müşahede bir tashkilot açamdı, community açamdı, nima ish qilsa Kanadada register qilib tizimlab Kanada hukumatiga bildirib qilish kerak chet elliklar bir narsa olsa degan har qanday chet ellik degan narsaga aslo Xitoy shunda jiq yoshirin communitylarni ichib soqchi Xitoy u soqchisini nima police stationni hamiyat ochdi u chiqashqar. Boshqa o'zining communitylarida Xitoylar savdo qilamiz degan bano bilan boshqa ishlarni qildi ekan-ku hukumatga bildirmay. Savdo qilamiz deb kirib amaliyotda shunda ishpiyonlik harakatlarini jiq qildi. Bu ishpiyonlik harakatlarining beshi butunlay shu masalan siyosatchilarni setib oladigan odamlarni kirgizdi ekan, chiroyli ayollarni kirgizdi ekan, uningdan puli va boy Xitoylarni voy men sana nima qilib donation berma, qo'llatdi men sening partiyaga chiqishingni deb ashunda kirgizib pul berdi. Pul berib unda setib oladigan ishlarni bek jiq qildi. Buningga bek qattiq muomala qilmadi-ku, mushu ta'siri bek kuchli bo'lib ketdi. Şunun bunun xalqning noroziligini bek kuchli. Bunun şu hozir bu Kanadadagi analizchilarni da'tidi, sen meyada hozir siyosatchilarning hammasi Kanadada Trump nemishki bizni 51-state qilib olman deydi. Biz degan bir mustaqil davlat bo'lsak, bu bizning mustaqilligimizga nima qilganligi, nima deymiz, ta'sir yetkazganlik debchi, ta'sir yetkazganlik sog'liq qilgandek deb nimishkuna deydi, hammasi qarshi chiqib bu ishni jiddiy ilib nim qilyotdi. Amaliyotda sen Trumpga og'izda 51-state bo'lamsa debdi. U Xitoy kirib bu Kanada bir mustaqil davlat bo'lsa, buni ichida siyosatchilarni setilib, bu yerda ishpiyonlik organlarini qurib, bu ishpiyonlik qurilgan organlarning hammasi masalan biznes qilgan savdolarni bek chiqmi shu neftlarni Xitoyga setyapti hozir Kanada. Shu neft shirkatlarimi bevosita Xitoyning CCP'si boshqaradigan neft shirkatlari bu odatdagi savdo emasda. Har qanday savdo shirkatining hammasi Kanadaga kirgan bevosita Xitoyniki askariga PLA Liberation Army deydi, shu askariga yo bo'lmasa CCP'ga bevosita tutishdi. Bular bevosita boshqarib Kanadaning siyosatiga ta'sir qilish, siyosatni kontrol qilish, Kanadadagi Uyg'urlarning kayniga tushish va boshqa Xitoy demokratlari bor, Xitoy qarshi. Shularni kontrol qilish, undan Kanadada o'qiyotgan nurg'un Xitoy o'quvchilar bor. Ashunimi konsullari orqali kontrol qilib, mushadimi o'zining ideologiyasini, o'zining nimasini taqitish uchun, yumshoq kuch bilan ta'sir qilish uchun bu Xitoy bek singib kirgan tudi. Undan Xitoy ko'chmanmi bekchiq oldi machrudu. Asosan Xitoy bilan shu Hindistonda leyvatdi-chu bular. Shuningga bu jihatda hamda Xitoyning ta'siri biz Amerikadan ko'chman olmagandan keyin unda nimasi Xitoyning ta'siri bekchiq. Lekin yo'linib qoldi ashta biz Amerikaga yo'liniblik. Beqiniqlik ya'ni. Chunki Xitoyga beqiniqlik emas. Ammo Xitoy bag'an siri agar mushta kirkitversa, kim kontrol qila olmay qoldi Kanadani. Shunga bular u Trumpningki 51-state bo'lamsa desa bizning mustaqilligimizga nima qildigan bizning mustaqilligimizga deydi insulting ta'sir qildigan bir gapni qildi, mustaqilligimizga ziyon berdigan gapni qilding, biz degan bir mustaqil davlat bo'lsak deb hammasi xafa bo'latdi. Uni xafa bo'lgandan Xitoy mustaqilligiga ta'sir ko'rsatyapti, kirib hamma yerda qalayimqon qilib ishchi kirib. Uningga bir hech nima demay jim o'tadi siyosatchilar uchun mushkungacha. Asli Xitoy Kanada bir mustaqil davlat, bu mustaqil davlatning ziminiga sen kirib olib mustaqilligiga ziyon yetkazsang bo'lmaydi deb asli Xitoyga qarshi chiqish kerakdi. U chiqmadi. Endi Mao liberallar chiqib kelsa, lekin konservativ partiyasiniki Xitoyga xeyli kuchli muomala qilish mumkin. Bular Xitoyga qarshi. Rahmat. Hozir bizningki naq maydon ko'rayotgan bir qarindoshimiz savol so'rabdi. Mana shu savolni benim qilaylik.
Kanadada Justin Trudeau'nun Xitoy bilan yaqin munosabati bo'lib kelganligi 10 ming Uyg'urning Kanadaga ko'chman bo'lib kelishining orqaga suzib ketishiga sababchi bo'ladi deb qarashga bo'lamdi. Agar Konservativlar partiyasi bu navbat Kanada hukumatining o'rniga chiqsa, Uyg'ur ko'chmanlari ishining taraqqiyot ahvoli qanday bo'ladi deb. Ya bu Kanadaga Justin Trudeau bu vaqtida tasdiqlandi o 10 ming Uyg'ur. O Justin Trudeau kendisi so'zib etmedi mencha. Undaq so'zib etmedi. U narsa M6 Project deb ilib berilliq 10 ming Uyg'ur, cho'qim 10 ming Uyg'ur olimiz, son shunchalik degan bir narsami yo'q deb o'ylayman men, chunki men bu ishni qilmagan. Bu ishni Mehmet To'xti qilayotgan. Asli bu savolni Mehmet To'xtidan so'rasanglar to'g'ri bo'ladi. Men bir mandaq Kanadadagi bir grajdan bo'lish suhbatim bilan desam, bu 10 ming degan iltimos, 10 ming odam iltimos qilsa bo'ldi degan narsa. Endi u 10 ming odamning ichidan cho'qim 10 mingni sonni to'shqizimiz demaydi bular. Tanlaydi-chu. Hukumat o'zi screen qilib, intervyu qilib, tanlab buning ichidan ma'buldika, bo'lmaydiga deb shuning ichidan oladi. Agar bu hukumatga mishaga yorig'idak 10 ming odam chiqib qolsa 10 mingni oladi. Yorig'idak 10 ming odam chiqmasa, yilg'i 10 mingga 100 ming odam iltimos qilsinmi, uning ichidan 5 ming yaragan bo'lsa, aram 5 mingni oldi. Cho'qim 10 mingni olib deb akirib olmaydi sanchi. Ashta endi bu Justin bu vaqtida chiqqan narsa, buningki bu nima ham bir savol. Agar bu menchi buni Justin asli tutanmaydi, chunki bu narsa shu vaqtida hukumatdan o'tdi-chu, Justin bu vaqtida. Asli tutimiz degan unda bir ish yo'q. Agar Konservativlar partiyasi buni Kanada hukumati o'rniga chiqsa, Uyg'ur ko'chmanlar ishining taraqqiyot qanday bo'ldi deb davom etgan bu savolni ham. Lekin endi hozir bu Mavu Justinga xalqmi, Konservativlar partiyasimi sen ko'chmanni bekchiq olib ketding, mush ko'chman masalasini sen you are out of control deydi-chu, kontrol qilolmading bu ko'chman masalasini deb baq qarshi chiqadi. Piyagmi sen mush immigration degan xalaymaqalla bir yer bo'lib ketdi mush ko'chman nimasi. Sen faqatli kontrol qilolmading deb kundi so'zlatadi. Bu degani endi bular agar piyag konservativ chiqib qolsa, bular cho'qim ko'chman olmaydi, kesitdi deganlik emas-chu. Bular kesidi olmaydi, Justindek jiqanmaydi bular. Bular endi o'sha Hindiston, Xitoydan kelayotgan ko'chmanlarni bular kesmaydi emas, kesidi azaltidi-chu. Lekin undaq bek azaltib butunlay to'xtatib qo'ymaydi. Chunki emgak kuchiga ehtiyoji bor. Onun üstüge piyag'mi chiqsimi Konservativlar partiyasimi hozir chiramqida aytadi-ku bu. Men sana neftni sana satmay, o'zim zavod qurmay, o'zim mishad ishlab chiqarmay, qanday qilsa bosh qo'ysang da aytadi. Agar o'zi zavod qurib, o'zi ishlab chiqarish to'g'ri kelsa, bu ekonomiyani kuchlantirman da aytadi. Shuni chiqdi hozir iqtisod pek nachar bo'lgankin, bu chiqadiganning hammasi iqtisodda nima ish qildiganini da aytadi. Hozir piyag deydi, men o'zim zavodlarni qurib qilman deydi. Uning adam kerak. O Kanadada adam az tursa ko'chmanimiz kim ishlaydi u yerda. Undan keyin shu neft o'rinlari ishlaydigan adam kerak. Undan uy hozir bek uyning ba'zi o'rlab ketdi, bu uyni samatidi Kanada. Shu uylarni setsasa construction uy yasaydigan cho'q qora ish. Shuningga emgak kuch kerak. Shundaylar qora ish qila oladigan odamlarni ilish kerak. Undan keyin buningga ko'chman ammasi bo'lmaydi. Undan keyin bu NATO'dagi hozir Trumpmi bisim qilyotidi, Yevropaga bisim qilyotidi, Kanadaga bisim qilyotidi. Sen o'zingning askaring yo'q, men seni qo'g'dab beryapman. Sen nimishga askaringni kuchaytmaysan? NATO'ga masalan butunlay Amerikadan 5% askar chiqibga, boshqa yerlar hammasi 1.3, 1.2 Kanadani 2%ga chiqadigan texnik chiqamidi. Ammo piyag chiqsa, menchi Konservativlar partiyasi chiqsa, cho'qim shu NATO'dagi askarni ko'paytirdi. 2%ga chiqdi, oz deganda-chu. Chiqasa askeri kuchgimi adam ilish kerak Kanada. Masalan, yosh askarlik qila oladigan 16, 17, 15 yoshda o'g'il bolalar, qiz bolalar balani, ashta ko'chmanlarni jiq ilish mumkin-ku, uşaq bolalar balani. Chunki qiyirlar askarlik qila olmaydi. Shu Kanada shu o'zining davlatida yaraydigan skill, ya'ni ehtiyoji bor, ishmishad ish qila oladigan, ya'ni askar bo'la oladigan shunday odamlarni jiq ilishi mumkin. Ammo piyag chiqsa, bu Justinda qalayimqan elivermasligi mumkin. Ama Uyg'ur ko'chmanlariga buning ta'siri bo'lamdi deganda, Uyg'urlarningki asosan uchraqlik uchun, qirg'inchilikdan qo'g'dab qilish uchun bularni qabul qilish kerak deb chiqqan bir qonun uchun. U qo'g'dab qilish kerak deb chiqqan bo'lgandan keyin u narsa chiqib bo'lgan narsani yo'q biz to'xtatamiz, olmaymiz ham Uyg'urni deydigan hech qanday ma'nosi yo'q. U o'zgarmaydi, oladi, lekin qattiqlashtiradi tekshirganda-chu, intervyudan o'tgan vaqtida intervyu qilib oladiku bilan ag'a vaqtida bu odam Kanadaga yaramdi.
Kanadaga xatar barmı, yo'qmi? Bu adam Kanadaga borsa nima ish qiladi? Bizning davlatimizga foydasi bormi, yo'qmi? Qila oladigan ishi bizga foydalimi, emasmi deb shuni bek chinroq tutib, amaliyotda sen xatar ostida ekansan deb hamma davlat axloqda og'izda xatar ostida bo'lganligi uchun qabul qilamiz degan bilan yana ichida shu manfaatni o'ylaydi. Ularni intervyu qilganlarmi, ofitserlar, ularmi shu Kanadalik. Umi ichida o'zimning davlatlik foydasi olsa olaman deydi. Hargizmi seni qutqizib men baxsam bo'ldi deganni o'ylamaydi. Uni og'zida deydigan retorik gaplar-ku bu. U bütün axloq prinsiplari hammasi davlatda shunda qonun shunda deyish kerak. Shuning uchun qiladi. U qilmay majbur emas, ammo lekin uni qilayotganlar adam bo'lgankin ularning ideologiyasi ta'sir ko'rsatadi intervyu qilganda. Ularningki masalan davlat manfaatini men birsini chet eldagi birsini qutqizishni emas boshqa insonlar. O'zimning davlatlik nima manfaat bo'ldi, bo'lmaydi uni birinchi o'rin qo'ymay bo'ldi. Shuna bo'lganda men bular u panohlik tilaganlar qirg'in ostida, xatar ostida bo'lsa, ham qutqizib elishim, ham qutqizish bilan birga shu qutqizgan odamning bizga foydasi bo'lishi kerak deb bunda balans qilish mumkin-ku intervyu qilganda. Shuningga ilqi kesib bu Uyg'urlarni kammaydigan ish, yo'qolib ketadigan ish meningcha bo'lmaydi. Bu narsa davom qilaverdi. Bekmi ostlabmi ketmasligi mumkin, hukumat iziga tushgandan keyin yana davom qilishi mumkin. Hozir hukumat qalayimqanchilikku texi Justin Trudeau istifa berdi. Boshqa kim chiqdi? Onun partiyasidan birisi chiqamdi, konservativdan chiqamdi hozir ashta. Endi bu hukumat chiqqandan keyin chuqum tez suratda radga soladi. Yana boshlanib mengayverishi mumkin. Lekin bak intervyuni bak taslashtirib o'tishi yoki bak inchik tekshirishi mumkin-ku bundagi odamlarni. Undan keyin bu bizga suratni ostlatib o'tishi mumkin. Rahmat. Aslida bu Kanadadagi siyosiy davolg'ish va uning Uyg'urning ko'chman bo'lish haqida deb bir Mehmet To'xti efendim bu uning Uyg'urning ishini boshdan oxir qilib kelayotgan bo'lgandan keyin Mehmet To'xti efendim bilan bu to'g'rida suhbat qilay deb men WhatsAppda uchur yozdim, javob qaytarmadi. Mehmet To'xti bu ishning bosh oxirigacha bo'lgandan keyin texnik yaxshi tushuntirib berdi, siz yaxshi tushuntirib berdingiz. Rahmat. Endi yana bir savol. Sabit ediniz bu Kanadani harbiy ara 30 ming nimasi bor. Asas Amerika qo'g'daydi. Harbiy ishlar jihatlarda deb kelamiz. Biz hamda burun shu Angliya, Buyuk Britaniya Birleşmiş Podshohligining nimasida Kanada, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Malayziya shu 4 ta shularning viloyat shu podshohlik qaraydigan yerda boshqa tarixda o'rgangan. Hozir shu Angliyaning ta'siri kuchlikmi yo shu podshohlik nimasiniki yo onun bilan Governor Angliya qaraydi Kanada mustaqil davlat, lekin governor Angliya podshosi tarafidan tayinlandi. Shu hukumatning. Ammo butunlay Angliya kontrol qiladigan undami bir ish yo'q endi. Mustaqil davlat bu-chu. Lekin yanalam podshohlikka qaraydi. Podshohlik qaysi jihatlardan o nimalarida bir ta'siri bor? Kanadada. Bence bekmi cho'ng ta'sir bo'lmasligi mumkin. Lekin men hozir temada bu temani siz nimaninki boshqa bir temanda boshqa bir savollarni so'rab ketdingiz. Bu gap uzrab ketadi. Ben desam uniki butun davlat sistemasini hammasini cho'gib chiqarishimga to'g'ri keldi. Bunda alam deb tushuntirib bo'lmaydi uning uchun. deb qoldimda. Kanadaning hukumat sistemasini hammasini bunda tafsili deyishga to'g'ri keldi hozircha. Unda o tema uzrab ketadi, temchi. O'zimizning temasiga kelaylik. Endi yana bir nuqta nima deganda hamda shu Donald Trampningki Kanadani Amerikaning 51-shtat qililish haqidagi bayonotini o'qigandan keyin mening kallamga bir xiyol bo'lmay hisobdan bir reallik aylanish nisbati ya baya yo'qni o'tirsa xiyol. Shuning maqolamdan beshinimi to'qidangal tushar o'shki jangal deb boshlagan. Yani ayada tim xalqning diqqatini tortsin deb Sharq Turkistonni Donald Trampga satayli, biz Amerikaning 51-shtati bo'lishni xohlaymiz deb bir maqol yozgandan keyin bu tor dunyosida qilib ta'sir qo'zg'adi. Ba'zanlar qo'llida, ba'zanlar qarishdi deganak har odam o'ziningki o'ylagan nuqtasidan chiqib qo'llaganlarmi bor, qarishtirganlarmi bor, hatto sen vatan millatni vatan sotmoqchi xoin deb tillaganlar bor deganda hamma odamlar o'ziga qo'zg'ash o'tirib qo'ydi. Men bu yerdagi sotiman degan Sharq Turkiston egilik huquqi nimasi emas,
faqat Sharqi Turkistonning qizilim boyliqlarini Xitoy tajovuz hukumati net 100 yilning yog'i Sharqning qizilim boyliqlarini ishga to'shyotidi, dunyoga setyotidi, bizga bir tiyinlik foydasi nimasi yo'q bermaylikda hamda. Xitoy bekor olgandan ko'ra bizning Sharqi Turkistonning mustaqil bo'lishini mush g'arbning Amerika boshqa g'arb davlatlariniki strategik bir o'rniga nimasiga yarab qolib qolsa, bularmi bekor mushkatda chiqmaydi degandek bizning haqqa foydalish nimasiga Sharqi Turkistonni bir siyosiy qimog'i bir tikib boqili. Chunki bu siyosatni Xudoni tanımaydı ekan, payg'ambarni tanımaydı ekan, ota-ona urug' tuqqan, hatto ayol bolalarini tanımaydigan siyosatda hamma narsa qurbon qiladi ekan. Faqat siyosatning kunuyligini iqtisodiy manfaatga, shuning uchun iqtisodiy manfaat nuqtasidan chiqib, Sharqi Turkiston qizil boyliqlarini asosiy maqsad bu yerga qilmoqda. Degandek to'g'ri dunyosi kuchli g'ulg'ula bo'ldi. Siz buni qanday qaraysiz? Ben o maqolangizni o'qib boqmadim, o'qimadim birinchidan. Ikkinchidan, bu yilqi mundaqchu Sharq Turkiston bizning qo'limizda emas. Qo'limizda yo'q narsani endi sen Sharq Turkistonni elib mustaqil qilsang, sanga manchilik narsa beraman desangiz, masalan hozir xiyol qilaylik deydi, Trump bizning oldimizda o'tadi deylik. Biz Trumpning oldiga berib o'tira, sen Sharq Turkistonni Amerika askarlarini olib borib mustaqil qilib bersang, biz sana boyliqning yerimini beramiz desangiz, senin qo'lingdagi emas narsani men sendan boyliqning yerimini olamiz deydigan negotiation men bilan bozorlik qiladigan sening huquqingmi yo'q ekan? Sharq Turkiston qo'lingdami emas ekan? Oladigan ishim bo'lsa sendan boyliqingni olmayman, Sharq Turkistonga berib Xitoydan tatib oladigan ishim bo'lsa, biroqla o'zim tatib olmamdim, sendan so'rab o'tiramdim demamdim. Chunki bizning qo'limizdagi narsa emas. Tuproq degan qonun bilan elinib, qonun bilan qo'lga keladigan narsa. U bunday elinib qoladigan narsa emas. Şu an hozir Sharq Turkiston bizning qo'limizda bo'lmagandan keyin biz ololmagan narsaga sen olsang ma'ni berayotimiz deydigan u salohiyatimiz u yo'qchu, biz u lyuksimiz yo'q hozir. U lyuksimiz borda berib desangiz haq qo'pab unda olsa men oladigan ishim bo'lsa, unda ola oladigan urush bilan oladigan ishim bo'lsa, o'zimni olaman, sana bermayman. O'zimlam avasim bo'ldi ekan, uni senda so'rab oldim. Desimi daverdi-chu, hozir yuzsiz bo'lib ketdi-ku dunyo. Endi bu sizning deganimiz egilik huquqi emas. Agar mushta ap qolsak vaqti kelganda manchilik boyliqni desak deysizmi? Xuddi bizmi Kanada 80% ni setyapmiz hozir Amerikaga biz beqiniqlik rasmiy uchun. Endi u degan shu vaqti kelganda bo'ladigan narsa. Shu vaqti kelganda agar kim mayli Amerika, mayli Turkiya, mayli kim bizga yordam qilsa, haq bika-bikadan yordam qilmaydi. Haq bika-bikadan qon to'kmaydi. Uni sodlashgan vaqtida shu, unda asıl sen bizni sodlashsan, bizning neftni manda azan setibirmiz yoki manchiligini berimiz deysiz, ashta bir ish bo'lishi mumkin. Lekin hozir qo'lingizdagi yo'q narsaga hech kimni unda deyish haqqim yo'q deyanmaydi. Mandaqcha aytganda bir ahmoqon xiyol qilishning foydasi yo'q deyman. Ammo avval o'zimiz berib, yo bir shu Amerika bilan askariy birlik kuch qurib, yoki bo'lmasa Turkiya bilan askariy birlik kuch qurdik deylik. Billa oldik deylik, bizga yordam qildi deylik, shu vaqtda deydigan narsalar buchu. U vaqtda agar biz kuchli bo'lsak, bermayman o'zimning deyalaymiz. Chunki biz qon to'kib olgan tuproqni nimishki haqqa beramiz? Tuproq degan haqqa beriladigan narsa emas. Shundami? U mumkin emas. U sotqinlik bo'ldi, haqqi qo'ldiq yo'qmi? Ba'zi odamlar bunda aytganchu, palaya bisivog'icha pustaya bisivosimi bo'pti ekan bizni. Xitoy bisivog'andan başqa bir Yapon besib olgan bo'lsa o'z vaqtida. Xitoy besib olgandan yoki boshqa bir davlat besib olgan, yo Amerika besib olgan, yo birasi besib olgan bo'lsa deydi. Ya nemishki besivilinguchi bo'lishni orzu qilamiz biz. Shundami? Manda bo'lsa. Kimni besib olsin, sen o'xshash qul. Shundami? Sana yaxshi muomala qilsin, qilmasin, sen o'xshash sening huquqing yo'q qul. Balki ba'zisi sana chiroyliroq muomala qilib qo'ya, ba'zisi qattiqroq muomala qilar, o'xshash qulsan. Undayliq abisi vaqıcı bo'lsa, abisi vaqıcı, mabisi vaqıcı degan gap, qulluq mentalitetidan kelayotgan gap bo'chu. Bu xalqning bu besivilinishini hech kim besivilmasligi kerak bizni. To'g'risi shu. Har qanday demokratiya yoki bek erkinlik berib bizni noiti esil kutib yetadigan ish bo'lsa-mu, biz o'zimiz so'rashimiz kerak. Hech kimga beqinib qolmasligimiz kerak. Ammo biz hozir sizning da'vatiniz amal yo'q bo'lg'achqa qilib baqqan xiyol dedingizmi? Xiyol ham bu mo'yliqi egilik huquqimni berayotman, davlatimizni boshqa sohaga al degan gap emas. O'zingiz tushundirdingiz. Faqat sen bizga yordam mustaqil qilib qo'ysang, sana manda boylik berdik degan gap. Uni sodlashsa bo'ladi. Chunki bizning o'zimizning kuchi bo'lmagandan keyin
Xalq bizni beka-bekadan mustaqil qilib qo'ymaydi. Agar xalqning kuchini ilishimizga to'g'ri kelsa, xalqning qo'ral kuchini ilishimizga to'g'ri kelsa, biz setib olsak bo'ldi shu. Mesegida sen olsang sangmanchilik berdim deb. U so'dilishga kirdi, u vatan sotqonga kirmaydi. Chunki siz tuproq sening olsun, meni sen boshqur bundan keyin demadingizda. Shuni. Endi hozir hepten siz dediniz, ma besib olgan, a besib olsa, hammamiz bir qo'lliq ideyadan kelayotgan bizda bir tafakkur qilishimiz bor, nimasinikini. Yani biz zaten 1755 Abba Hocaninki ay Mençin xandonligi. Buni oldin Abba Hoca satırken Mençin xandonligi bir bosqonning ya hozir mana mush vaqtgacha biz bu mustamlikadan qutulanmadik. Bu aralıqlarda Yakup Bey davr azraq bir mustaqil bo'lib vaqtda keyin birinchi Cumhuriyet, ikkinchi Cumhuriyetda azraq mustaqil bo'ldik. Yana siyasi manfaatning oldida yana o'xshashlarken bu mustamlika uchib qolib qoldik-da. Mesela G'arbiy Turkistondagi o'z vaqtidagi Sovet ittifoqining nimasidagi 16 nimani republikani olsak, ularni Rus bosdi, Sovet bosdi. 91-yildagi mustaqil bo'lib ketgandan ularning kuni boshqacha. Yana ko'ryapmiz. Yani anamda qanday o'ylab qoldi ekanda, mesela Amerika boshqa yerlarni ko'rib boqaylik. Şu Amerikaning 50 shtatniki hammasiga o'tganda ikki qism film undan naq maydon qildik. Amerika nüfusu qas şu Amerika puhras olgandan o'xshash ularningki diniy e'tiqodni qo'g'dildigan, hamma madaniyatning bo'ldigan, ularningki kishilik erkinligi, hamma narsa boshqa serishtigan vaqtda favqulodda yuqori. Shunga panoh tilganlar ko'pincha Amerikaga u yoqqa harbiy kelishga nima qildi-da. Bu nuqtadan chiqib endi bizlar xiyol qilib boqar ekanmizda, mustamlik bo'lmasak yaxshi, mustamlik tushib qoldik. Tushib qolgandan keyin xuddi shaxmatliga vaqt eng avval nima tanlaymiz desa, hammadan birinchi Amerika, Kanada, Angliya, unikini boshlaydigan o'ylashgan. Anda ma yaxshimkin deb kasik asosiyat hamiz farqlanib ketmaydi. Bu insonni buldigan narsaga hamda bizning orzu qilgan nimalarga. Shuning hamda siz dedingiz, ham nega mustaqillik kim bas o'xshash mustamlika. Lekin ma G'arbning mustamlikasida, G'arbning mustamlik bo'lgan yerlar taraqqiy qilib ko'ryapmiz. Kichik o'qitib ozroq bo'lsin, lekin Xitoyning mustamlik bo'lgan yerlarni ko'ryapmiz. Yildan yilga bizning vatandan ko'ryapmiz, irqiy qirg'inchilik bo'lib, hamda biz zot yer yuzini yo'qolib ketish girdab bo'lib qoldik. Ya bizning bir qurolliqda qarshi turarligidek kuchimiz bo'lmagandan keyin dunyodagi bu siyosiy uyallarning hammasi shunda qarshi harakatlarning turqsida bir avjilish bilan lakin G'arb davlatlariga kuchli qo'llash bilan energiya manbalarini maqsad qilib qo'llash bilan mustaqillik erishayotgan yoki ularga ishlarni ko'ryapmiz. Shuningdek ko'p qolsa bizning mana bir tashkilotlarimiz kuchli siyosiy g'oya nishonlarimiz bo'lib qolsa, kuchli tashkilotlarimiz bo'lib qolsa, shunda bir siyosiy qilma orqali bizni shular harbiy qurol yaroqlar bilan qo'llasa, aniq shuning badaliga shu zimindagi boyliqlarni bersak deb manda o'ylaydi ekanmizda, endi uning o'ylaganlari shu. Undan boshqa nima 1932-yilda shu Muhammad Emin Bug'ra Hazratim bilan Mahmud Sijanova Yaponiyaga borgan vaqtida Yaponiya hukumatlari bilan Afg'onistonda kurashgan, elchilar kurashgan vaqtida yozgan bir kitob bor. Yaponiyaga Nur Muqaddas xonim tarjim qildi. Shu kitobda Yaponiyaning ikkinchi dunyo urushidagi Yaponiyaning Sharq Turkiston siyosati deb. Bu Mahmud Sijanova Muhammad Emin Bug'ra Hazratim Yaponiya hukumatidan deydi ekan, bizga yordam qilsanglar, harbiy qurol yaroq jihatdan Sharq Turkistonning mustaqillik uchun yordam qilsanglar, birinchisi Sharq Turkiston kommunizm lagerininki kemib ketishniki oldini oladigan bir tabiiy to'saq deb ma nuqtadan ko'rdi ekan. Ikkinchisi Sharq Turkistonda nurg'ulg'an qizil boyliqlar va shu qizil boyliqning majlikni sizlarga bersak, diplomatiya sizlarga nima qilsak degandek mushtahkam. Shunga mening nima qilgan nuqtaim shu narsa esimga kelib, manda bir nima qilib boqqan yerda hamda. Tamam, sizning deganingiz eglik huquqini butunlay sizlarga berayotimiz, sizlarning mustamlikasidan degan gap emas. Unda olganki umumanchi. Ham uni siz va men bu yerda o'tirib bu yerdagi xalq hozir deyalaydigan gap emas. Xiyol dedingiz to'g'ri. Uni shu biz o'sha odamlar uni hozir deysingizmi deydi-da, sendan so'rab olmasammi olayvermam deman deb. Demamdi, shunday muhtayni tatib oladiganmiz bizning qo'limizda umuman hozir. Bizning shu fursatimiz kelganda, shu kuchimiz kelganda shunda bir o'zimizning kuchi yetmay boshqa odamning kuchi bilan qiladigan bir fursat kelib, boshqa odamning kuchi bilan qiladigan vaqtimizda ehtiyojimiz tushib, hozirmi ehtiyojimiz bor, lekin texi kammadi-ku bizga. Ehtiyojimiz bor bo'lsin. Ashta bo'lib shu yerga kelgan vaqtida negotiation, ya'ni u vaqtida deyishadigan narsa u, chunki xavfsizlik bekor yordam qilmaydi, ammo biz uni deyamaymiz, ammo har qancha negotiation bo'lsa-mu, molni sotsa bo'ldi, tuproq setilmaydi. Chunki huquq degan narsa setilmaydi. Hozirgi kelgacha bu Uyg'urlar shu
aç kesmeyli. Öz vaqtida masalan Gomindan ikkinchi Cumhuriyet vaqtidami nurg'unlari shu kommunist kirsi bo'laverdi, bizni ezmaydi deb Burhan Shahidideklar ashtaqan. Shu vaqtida kommunist qanday yaxshi harbiylar kelib xalqlarga yordam qilib Xitoy degan yuvosh butun narsani Uyg'urlarga shu voy deb ashtaq qilishib ketibdi ekan. Voy bek esil xalqga Xitoy degan bek yumshoq debchu. Setib hozir qanday bo'ldi yana ichidagi bo'ri chiqdi Xitoyning, shunami ichidagi yalmog'iz chiqdi. U Amerika, abay dedingiz Amerika egallab olgan yerlar taraqqiy qilib ketdi. Amerika bir yani egallavanmadi. Amerika kolonializmga qarshi chiqqan davlat. BDT'de birinchi bo'lib Wilson shuni Arab davlatlari kolonializmga qarshi chiqqan davlat. Amerika hegemon. Hegemon degan offshore o'zining chegarasidan sirt davlatlarga o'ziga tahdid bo'lgan, o'zining sistemasiga, dunyo sistemasiga tahdid bo'lgan davlatlarni qo'rish uchun askariy kuch turg'izib turadigan manda bir davlat. Kirib bir yani kolonize qilib besvanmadi Amerika. Undan keyin u nimani G'arb davlatlari ular besib olgan Afrikani ular bir taraqqiy qildirayotgani yo'q, sumirib vayron qilyapti Afrikani. Kambag'al qilib butun boyligini yeb. Afrikada ocharchilikni o'layotdi haq. Endi uchkasi Xitoy kirib sumirayotdi. Shunami? Afrika taraqqiy qilolmadi, u g'arbliklar vayron qilyapti Afrikani. Unda bir mustamlikachi kirib, bir yani boshqa mustamlikachi qaraganda yaxshi ekan, undaroq taraqqiy qilg'izib qo'ygan yo yaxshi ma'mul qilgan degan bakkalik nim deymiz. Naiv, nim deymiz, naiv xiyoliy sabiylarcha to'g'ri emas menimcha juda xato. Endi biza uzun muddatli mustamlik sizni besib oldimi? U hamon mustamlikchi. U sizga yaxshi bo'lsin, uning sistemasiga bek amroq bo'ling yoki uning sistemasini qo'llamang. U baribir sizning ziminingizda sizni besib olgandan keyin u yuqori o'rinda turdi, siz tova o'rinda tursiz. Bu degan bu xalqqa qul bo'lib yashash, bu mentalitedan qutulmagan xalq. U hech qachon o'zini o'zi so'ray olmaydi, hech qachon mustaqil bo'la olmaydi. Shaxs holatda mustaqil bir hayot kechira olmaydi-ku unda. Boshqalarga beqinib yashaydigan xalq, uning har bir bolasi, har bir pushti, hammasi haqqa beqinmas hayot kechira olmaydigan bir psixik bilan to'riladi. Shu bek xato. Rahmat, yana bir savol chiqdi. Bu savolni siz ko'ryapsiz. Angliya podshohlik birlashmasida 40 necha davlat bor. Bu davlatlar Angliyadan ayrilib mustaqil davlat bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha Angliya birlashmasida qilishni tanlagan davlatlar. Aslida bu davlatlar Angliyadan ayrilib o'z oldiga mustaqil deb tursin bo'ladi, ammo Angliya birlashmasida qilishni xolamdi deb yozibdi. Men siz o'qib tushungansiz. Mushaqqi deb o'ylaganlar. Xohlaydi ekan-ku biz xohlasak bo'ladi demoqchiman. Bizning ahvolimiz ularnikiga o'xshamaydi. Angliyada ular burundan shu yerda 40 yil mustamlikada turish orqali balki shu yerda shu mustamlikalik Angliyalikdek bo'lib ketgan shu o'ziningki national kimligini yo'qotgan xalqlar. Angliyalikdek bo'lsak bo'ladi, mushu sistemda yashaymiz deb butunlay shuni qabul qilib boshqa qilib ketgan xalqlar. Bizningki Sharq Turkistonni uni selishtirg'uni bo'lmaydi. Sharq Turkistonning ijtimoiy, ekonomik, sotsial hech nimasini selishtirg'uni bo'lmaydi. Balki bu 40 necha davlatning ba'zilari Angliyadan ayrilib qolsa jinni boqolmaydi. Ba'zilari o'zini qo'g'day olmaydi. Ba'zilari ijtimoiy jihatdan butunlay sotsial jihatdan, ya'ni Angliyalikdaklar o'zining bir national boshqa kimligi yo'q. Shunda bo'lganligi uchun ayrilmagan bo'lishi mumkin. Ammo men Angliya tarixini o'qimagan, tadqiq qilmagan. Mencha shunday ahvollarda ayrilmaydi bular. Ammo bizning Sharq Turkistonni uningga selishtirg'uni bo'lmaydi. Biz musulmon dinimizmi mayli boshqa xristian davlat kirsin yoki Xitoydek buddist kafir davlat kirsin o'xshamaymiz ularga. Chunki birisi dinimiz o'xshamaydi, bizning yana birisi tilimiz o'xshamaydi. Bu 40 necha davlatning balki o'zining tilimi bo'lmaganlari bo'lishi mumkin, inglizcha gap qilgan uchun. Bizning bir etnik kimligimiz, bir davlatimiz, hammanimiz bor. Bu nurg'un narsalar biz o'xshamaymiz haqqa. O'xshamagan ekan bu farq sizda ayrimchilikni, ikkinchi klassni keltirib chiqardi. O'zimizni masalan Angliya besib olgan bo'lsa, Angliya bizga yaxshi ma'mul. Men o'ylayman, bu bizning xalq bor, agar yaxshi ma'mul qilsa, Xitoylar kommunist kirgan vaqtda yaxshi ma'mul qilsa kirsin deb degan emasmi? Lekin qarshi chiqqanlarmi shunda jiq bo'lib degan 150 mingdek odamni o'ltiryapti Xitoy shu vaqtda. Shu vaqtda qabul qilib, shu kirsi bo'ladi deganlarmi, shu mushundan mentality bo'lganlardanchi. Ma'ning bilan o'ssak yaxshi kun kechirimizga deb hozir Xitoy chiqatdi deylik, biz o'zimiz urush qilib Xitoyni chiqarayotgan taqdirdami, boshqa bir sistem kirib sizlarni taraqqiy qilib qo'yamiz, yaxshi kun kechiribsizlar desa, ma'qul damda o'z vaqtida Xitoymi shunday debdi ekan.
Mana bilan birga qolsam, unda hozir Xitoy tuyuqsiz yaxshi odam deyman. Yaxshi birisiga o'zgarib ketdi deyli. Xitoy hozir dunyoda qattiq taraqqiy qilyotidi-ku. Sizlar Turkistonliklar mendan mustaqil bo'lsanglar, sizlar taraqqiy qilolmaysizlar. Jininglarni boqolmaysizlar. Biz sizlarningki nimalarni biz qilib beramiz. Biz bundan keyin sizlarni ezmaymiz, tutmaymiz, o'tamaymiz, turmaga tashlamaymiz, yaxshi kun beramiz, sizlarga barobarlik beramiz. Sizlarning huquqinglarni Xitoy bilan masalan Ilhom To'xtum Xitoy bilan barobar huquq istagan-ku. Ashta Xitoy bilan barobar boshqa Xitoylar qanday yaxshi kun kechirib, yaxshi huquq bo'lsa, sizlarga shunda beramiz deb Xitoy birdan yaxshi muomala qilsa, bizning xalqqa agar mushtali mentality bo'lsa, voy biz nima ish qilib Xitoydan ayrilamaymiz deb Amerikani tashlab Xitoyni tutdi. Ashta bunda mentalityda bo'lgan xalq ashunda bo'ldi-ku. Ko'rib turib shunda qildi-ku deb. Bular 100 yildan keyingi 200 yilni o'ylamaydi. Mustamlika ostida qolgan bir millat balkim sana 100 yil yaxshi muomala qilish mumkin. Sening bolalaringning bolalari uchun. Bu sistem o'zgarmay turamdi. Seni besmagan boshqa bir davlat o'xshash sistemda turamdi. Sistemi o'zgarsa sen qanday muomala qildi deganni o'ylamay biz hozir bizga sistemi o'zgarib yaxshi muomala qilayotgan keyin biz mushlarni birga yashaylik deydi. Bu mustamlika ostida qilish degan bak xatarlik ideyachi. Bu shu qulluqqa ko'nab ketgan mentality. Bunda mentalityda hozir Xitoy yaxshiroq siyosat qilib qo'ysa, hammasi bo'ldi, biz nenimizni yap Xitoy bilan yaxshi o'taylik deb butun bizningki nima deymiz, Xitoyning dushmanlariga qarshi chiqib Xitoy taraf bo'lib ketishi mumkin. Bizning xalqda bunda qadamlar bor, yo'q degan olmaydi. Nammisin degan emas. Ammo bunda qiliqi mustamlikachilik ideologiyasi bilan o'zi mustaqil bo'lolmagan xalq bugun yaxshi kun ko'rgan bo'lsa, ati cho'qim xor bo'ldi. Ati xor bo'lmasimi o'g'illik xor bo'ldi. Chunki u sistem to'maydi daviyada. U sistemni o'zgaraydi, u sistemning korrupt bo'lgan vaqti keldi, chiriklashadigan. Uningmi cho'kadigan vaqtlar keldi, uningmi yovuzlashadigan vaqtlar keldi. Sizga har zamon mushu mana hozir yaxshi ma'lumotki mushuning bilan o'taylik deb siz mushu bugunni o'ylagan olmaydi. Bir xalq, bir millat degan boshqa davlatlarga o'xshash 100 yilni, 200 yilni, 300 yilni o'ylash kerak. Mushlarning ichida qilib bular yaxshi ma'lumot qilganki, yaxshi haqga deblam texnik assimilatsiya bo'lib yo'qolib ketadi texnik. Shundan yo'qolib ketmayman, mustaqil o'zam ega bo'lib, keyingi kunlarda bolalarimni xarob qilmasin desa, bu zodi bu mustamlikachilik qulluq mentalitetidan qutulish kerak. Mentalitetidan-chi. Endi bu reallik tabiatini dedik-da, endi biz shu 1755 dan tortib, Manchularning qo'liga tushgandan tortib, bu mustamlikdan faqatli qutlamda qisqaroq qutulsaqmi, yana taqdirimizni o'zgarish olmay bugungi kunda irqiy qirg'inchilik yo'qolib ketishga davom berib qoldi. Albatta siz dedingiz, Angliya, Amerika boshqa davlatlarni bosmagan, g'arb davlatlari besib, Yevropa, Afrikalarni qanday qilayotganligi to'g'risida qisqacha misol berdingiz. Bizmi o'tirib, urushgan bolalar o'tirib parangiz qoldik-da. Mana shu bizning ko'z oldimizga kelgani endi hozir Shandong bilan Omen masalasida. Chin xonadonligi, chin sulolasi Angliya 100 yillik ijara shaklida shartnomada, shartnomasida shundan bo'yicha Angliyaning qilib 100 yildan keyin 97-yilda Xitoy buni qaytarib oldi. Lekin bu Shandong, Hong Kong bilan Omen taraqqiyotini demasak bilamiz. Shundoq endi qutulamagan ekan mustamlikadan yana bir mustamlikalar yaxshiraqmikan deb qoldigan ayda bo'lib qoldi ekan. Nimani misolga olsak, Afrika misolga olsak, Angliya boshqa ularni u degan bog'i qarab gapingizni bo'ldim kechirsiz. U degan ediki siz aldirab sizning oldingizga shunda bir sharoit, shunda bir majbur qoldigan ish darhol kelmay turib, u xalqning ichiga unda ideyani taqitib mushta bo'lsak mayli deb go'mishlashib ketish ideyasi machu, men taqasak bo'lmaydi. Bunday narsa. Buni shu siz ustalib kelganda deydigan gap. Siz urushib, sizga birisi ap bermay, men urushib deysiz, ustalib kelgan vaqtida u beqoqat bermaydi. Sen ma'nosini bersan, men ap berma deydi, shu vaqtda bek majbur qolganda tabiiy bo'lgan narsalar-chu. Uni oldin ola hech nimadan hech nima yo'q xalqqa manda qism berib bersa ko'ptika, birisi bizni qilib qo'ysoptika degan manda ideyani taqitish mencha faqat to'g'ri emas bu-chu. Bunda gaplarni qilib bizni boshqasi besivasi mayli, biz qutuldiganlar shusi boshqasi qilib qo'ysoptika. Voy bu Uyg'urlar qachon o'zidan so'raydigan bo'ladi. Birinchi Allohdan, ikkinchi o'zidan so'rash kerak. Inson avval o'zini isloh qilish kerak deydi. Cho'qim biz unda xiyolnimi boshqasi bizni ozod qilib qo'ysaptikan,
hamma nimamni berdim, Xitoy bosqichi bizni boshqasi besib olibdi ekan degan xiyolni qilmay, yo Allohdan biz cho'qim mustaqil bo'lsak bo'pti ekan degan xiyolni qilish kerak-ku. Shu xiyolni shuni qilmaslik kerak. Bu xiyolni qilganki shundan mentality o'rnashuvchi insonning miyasi xiyol. Shu uniliqi siz jo'ziga kelganda nima, ustalga kelganda deyishadigan zamoniy, vaqti, makoni va gaplar-ku undan narsa. Bizning hozir unda gaplarni deydigan luksimizmi yo'q birinchidan, ikkinchidan u xalqni zaharlaydigan gaplar bunda. Manda bo'lsin, mayli deganlik insonning ro'yini texmi tushirib, o'zimiz hech nima qila olmaymizga biz garbage haq qilib qo'ysin do'limizda bu. Men ish qilib yoqtirmayman bunda gaplarni qilishni. Bu xalq orasida bunda gaplarni taqilishni xohlamayman. Rahmat, programmamiz tugay deb qoldi. Yana bir savol kelib qoldi. Bu savol bilan oxirlashtiriladi. Said Ali Olib deydi. Abdurim efendim aytib o'tgandek 300 yildan buyon biz Uyg'urlarning ahvolimizda haqiqatan yaxshi emas. Menimcha mundaq bo'lishiga muhim sabab 300 yildan buyon bizlarda hammani qoyil qila oladigan oldidan ko'rar qaysar, yuraklik, tavakkulchilik ruhiga ega bir qobil rahbarning chiqmasligi. Bizlarning uyushchanlik ruhimizni yo'q qilib, qarishlik ruhimizdan ayrilib, tuprog'imizdagi boyliqlarni boshqa davlatlarga setib berib mustaqil bo'lishda xiyolni surishimizga mustamlikni xohlashimizning tub manbasi bo'lib qoldi deb qarasak bo'lamdi deydi. Nimani anlayamadim to'xtab. Yana bir o'qoya maqoli bir janova savol ekan. Abdurim efendim aytib o'tgandek 300 yildan buyon biz Uyg'urlarning ahvolimizda haqiqatan yaxshi emas, ahvolimiz yaxshi emas. Menimcha bundoq bo'lishiga muhim sabab 300 yildan buyon bizlarda hammani qoyil qila oladigan, oldidan ko'rar, qaysar, yuraklik, tavakkulchilik ruhiga ega bir qobil rahbarning chiqmasligi. Bizlarning uyushchanlik ruhimizni yo'q qilib, qarishlik ruhimizdan ayrilib, tuprog'imizdagi boyliqlarni boshqa davlatlarga setib berib, mustaqil bo'lishda xiyolni surishimizga mustamlikni xohlashimizning tub manbasi bo'lib qoldi deb qarasak bo'lamdi deydi. Ya'ni liderning chiqmasligi, ha? Bu bir narsani mencha liderning chiqmasligi umumiy bir sabab bo'lishi mumkin, hamma sabab emas. Uning bilan taqvosaqmi bo'lmaydi. Bir tal lider emas, Uyg'urlarning hammasi lider bo'lishi kerak. Uyg'urlarning hammasi erkin davlat yashay olgan, erkinlik fursati bo'lgan, har bir sohadan lider chiqish kerak. Har bir yerdan o'zini Uyg'ur lider qilish kerak. Bunda lider bo'lmasa, o'zini men lider qilaman degan narsa bo'lmasa, bir tal lider meni boshlab maqson, ajab chiqmadi bir boshqasi chiqsa bo'ldi deb o'tasa Uyg'urlar bor. Agar unda bir liderni nasib qilsa Alloh çok shukrlar deymiz. Agar shunda bir lider chiqmasa, nasib bo'lmasa, sen shu haqni meni boshlasin, men keyinda mangama degan yana bir turdagi bir qulluq ideologiyasi bo'yicha. Shunga men orzu qilamanki, har bir Uyg'ur o'zini lider desa deyman. Her sahada, mesela siz kimyani qilayotgan bo'lsangiz, kimyada lider bo'ling. Siz fizikada qilayotgan, fizik tadqiq qilayotgan bo'lsangiz, fizikada lider bo'ling. Siz siyosatni qilayotgan bo'lsangiz, siyosatda lider bo'ling. Siz oila ayoli bo'lsangiz, oilangizning lideri bo'ling. Shundami? Siz bir communityning lideri bo'ling. Her bir Uyg'ur o'zini lider hisoblaydigan bir mentalitini yetildirish kerak. Boshda bo'lganda muomalatdagi qulluq idisi tugab, uningdan bunda liderlarni yetaklaydigan lider ondan chiqadi. Bu hammasi meni boshqasi yetaklisi deb, boshqasi ozod qilib qo'ysa deb, boshqasi qilib qo'ysa deb bo'lsa, bu millat mustaqil bo'lolmaydi. Bundan millatga Allohning ichi og'irmaydi. Chunki bu o'rindan qo'pmasa, o'zingning orzusi yo'q ekan deydi-da, shundami? Tilisi berdi Xudoyim deganchi. Rahmat, hamsa bugungi suhbat mana 1 soat bo'lay deb qolibdi. Suhbatni oxirlashib qoldi-da. Boshqa savollar tugidi. Boshqa savolim tushdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Ruqiya xonim, o'zingiz qimmatli vaqtni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashib berganingizga. Bundan keyin pat mayli Ruqiya xonim bo'lsin va yoki boshqa qarindoshlar bo'lsin, o'zimiz biladigan sohada mayli Uyg'urlarning ijtimoiy hayoti munosabati bo'lsin yoki siyosiy bo'lsin va yoki fan texnikasiga oid bir narsa bo'lsin, millatni azroq bir oqotish, millatga azroq bir shu haqida o'zining tushunchisini berish orqali bir-birimizning nervisini g'idiqlash orqali bir millatning ruhini uyg'otadigan hamda yangi temalar yoki yangi nimalar qilib qolsa, kim bo'lsa ekran uchi bo'lsa o'xshamagan fikrlik odamlar kelsangiz texi yaxshi, bir-birimizga hurmat qilgan, bir-birimizning fikr hurmat qilgan asosda ma'lum bir nuqtani o'xshamagan nuqtadan kuzatib
texim bir-birimizniki nervisini g'idiqlab, ruhimizga bir ilhom beradigan temalarni xalqimizga sunsak deb o'ylayman. Shuning uchun bugungi suhbatni mishada tugutaylik. Ma Heytaxun debdi, lider osmondan tushmaydi, yerda o'sib chiqmaydi, oramizdan chiqqanlarni qo'llash kerak deb to'g'ri. Oramizdan chiqqanlarni qo'llaylik. Fikrimizga hurmat asosida texnik ko'p suhbatlar Aramızdan chiqqanlar to'g'ri yo'lda boshlasa, to'g'ri lider bo'lsa, to'g'ri tarafga apmangsa, butun xalqning orzusiga vakillik qila olsa qo'llaymiz-da. Lider chiqdi debla hamma liderni qo'llayvergani bo'lmaydi. Mushu boshlab mengyotidi debla qo'llayvergani bo'lmaydi. Sizni ta ko'chaga ketib boramdi, patqoqqa ketib boramdi, buningga qarash kerak. Shunga har bir Uyg'ur o'zi boshda lider bo'la olishi kerak. Na ketib bilish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak, kallasini ichish kerak. Kimning nega boshlab ketganini bilish kerak. Qo'ydek ketaversa, padichi bo'lgandan keyin meni boshlab mang'idi deb. Padichi so'yadigan qapasi qanday qilsiz, shunami? Shunday to'g'ri. Mana yaxshi bir mana nima bo'lib qoldi, mana bir nima tushibdi. Siz buningga o'zingizniki o'ylagan taraflardan fikringizni bayon qiling. Biz mushta qilish orqali masalalarni texnik atrofli, ko'p qutupli o'qishimgan nuqtalardan analiz qilish. Chunki bizning beshimizdan o'tayotdi-ku chiqqan liderlarning nega boshlab mang'ini, nima ish qilgani, chiq tajribali bo'ldi-ku, ko'rdik shunda. Shuni alohida eskartib qo'yganingiz to'g'ri. Şurası rahmet bugungi suhbatimiz mishad oxirlashsin. Kelar qatamlab yana yangi suhbatlar oldimizda bor. Shu joydan sizga ko'p rahmat ukam. Sizga rahmat. Iqroldi qarindoshlar, sizlarga ko'p rahmat. Programmamizni taqib qo'yinglar. Har vaqt taklif fikringiz qolib qolsa, taklif fikr beringlar. Texnik yaxshi ekronni taraqqiy qildirish uchun sizlarniki qo'llab quvvatlashinglarga, tanqidiy fikringlarni berishinglarga ehtiyojimiz bor. Rahmat. Hammanglarga Allohga omonat.